har qanday blankada siz 7 ta rekvizit yozishga majbursiz. Buxgalteriya hisob to'g'risida qonunda 7 ta rekvizit turibdi. Bu nima edi? Korxonaning nomini yozasiz. Har bitta hujjatda hujjatning nomi yoziladi. Uchinchisi, o'sha hujjatda nomerni yozishimiz kerak bo'ladi. Buxgalteriyaning kitoblari bor. Esingizda bormi? Kassa kirim orderi, kassa chiqim orderi va hokazo deb aytamiz. Qaysi hujjat yozayotgan bo'lsangiz, hujjatni shunday ochsangiz, kitobingizni ochsangiz, oxirgi nomer berib turibdi. 150-chi. Siz 151 deb buni registratsiya qilasiz, nomer qo'yasiz. Hujjat tuzilgan sana bugun tuzildimi? Bugun chisini yozasiz. 5-rekvizit summa bo'lishi kerak. Summa 2 xil yozasiz. Ham raqamda yozasiz, ham so'zda yozasiz. 6-si, xo'jalik operatsiyasining mazmuni yoziladi. Qanday operatsiya sodir bo'ldi? Nima uchun 30 million so'mlik summani yozyapsiz? Chunki biz moliya yetkazib berishdan xom ashyo oldik, budjetga soliq to'ladik deb operatsiyaning mazmuni yoziladi. 7-si, mas'ul shaxsning imzosi bo'lishi kerak. Imzosidan keyin uning familiyasidan keyin ismi bilan va o'z otasining ismining bosh harflari bo'lishi kerak.